Hammaga salom. Bugungi video Yevropaga fura haydashdagi bitta qiyinchiliklardan biri обмен palet haqida bo'ladi. Обмен palet tushunganlaringizdek palet almashtirish. Ayrim vaqt yukni olasiz, masalan 33 palet yuk olasiz. Mashinangizga paletnitsa bo'ladi, mashinangizga общий 34 ta palet bo'ladi. Chunki furani standart pritsebiga maksimum sig'adi 34 palet narsa bir qatordan qo'ysa. O'shani ba'zi vaqt paletini almashtirasiz. O'sha paletini almashtirish o'sha qiyinchiliklardan biri Yevropaga furaga ishlashni. Shuni videoga olib, qo'yaman. Tavsiyam bu videoni hamma o'sha kim Yevropaga furaga haydashga kelmoqchi bo'lsa agar o'shalar ko'rishini tavsiya qilaman. Chunki o'shanga tayyor bo'lib kelishlaringiz kerak. Agar sog'liqlaringiz ko'tarmasa, lучше ish topayotgan vaqt Yevropaga sразу ish beruvchiga savol bering, обмен palet bo'ladimi sizlarga? Yo'qmi? Paletnitsalikmi mashinalaringiz yo'qmi? Agar bizga o'xshagan paletnitsalik bo'lsa agar, belingiz baquvvat bo'lishi kerak. Oyog'ingiz og'rimasligi kerak. Xullas, yoshingiz ham sal-pal yoshroq bo'lishi kerak. Agar yoshingiz kattaroq bo'lsa, endi nima kelmaslik kerakmi degan gap yo'q. Yo'q, bunaqa emas. Kelmasdan oldin ish beruvchi bilan shu nyuanslarini kelishib olishlaringiz kerak. Nimaga обмен palet buncha qiyin? Darcha videoga ham qo'yib ketaman. Bitta palet kamiga 40 kilo chiqadi og'irligi. Uni asosan rampaga yuk tushirasiz, yuk olasiz, rampaga yuklaydi, mashina pritsepning ichiga, u pritsepdan u paletni siz tushirishingiz kerak. Tushirgandan keyin bitta-bitta uni paletnitsaga etib, taxlab, jo'ma-jo'y qilib tiqishingiz kerak. Aytganimda yengil emas. 40 kilo. Endi 40 kiloni bir marta ko'tarsangiz yengil. Lekin masalan menga o'zi 33 ta обмен palet 33 marta uni pritsepdan pastga tushir, pastdan paletnitsaga tiq. Ancha-muncha odamni ham terlatib yuboradi. Xullas, qarochi endi videoni yuk tushirayotgan joyga davom ettiraman. Xullas, yuk tushirishga mana bunaqa qo'ynasi bo'ladi ayrimlar. Ana bera qanday kirish nimalar yozilgan. Mana bera sxema yozilgan. Shlagbaumni ochdi. Endi kiramiz. Mana ofis qayraligi bera chizilgan. O'shanga qarab haydab kirib ketasiz. Parking, грузовой parking. Endi yuk mashina parkovkacha qo'yilgan. Şeyleri saqlash kerak. Navigator keling yo'q. Palasa bilan qo'yamiz, chunki orqamizdan yana bir kishi kelishi mumkin. Oldinga palasa bor. Mana o'ynadan ko'rsa bo'ladi palasa. O'zi ofis kiramiz endi. Xullas mana yukni ham tushirib berdik. Paletni aytdim, eshik tarafga qo'yishini. Chunki dakansa agar aytmasangiz agar dakansa kiritib qo'yadi. Keyin o'zingizga qiyin. Biz pritsep bo'ylab paletni orqaga toshishingiz kerak. O'sha uchun biladi, vertolyot. O'sha uchun aytish kerak. Rampasi ham tor. Qarochi paletni ana bera qo'yadi agar gapirmasangiz. Shu uchun aytish kerak, eshikni tagiga qo'ysin. Buni olib ana bu paletnitsaga yuklash sal bo'lsa ham osonroq bo'ladi. O'zi yuklash jarayonini ko'rsataman. Xullas mana yuklab oldik, aytganimdek. Mana endi paletlarni joylashtirishimiz kerak. Ana bu paletlar 3 ta 11 tadan. Ikkita oldinga, bitta orqasiga. Qarochi o'sha uchun aytish kerakki, ana shu yerlarga yaqin yuklasin. Dakanza yetsa agar pritsep bo'ylab toshaysiz. O'zi qarochi ko'rsataman. Qanday tushirishni birinchi.
Xullas mana ko'rganlaringdek, короче, где-то 8 minutga tushiribman. Mana shu palet. Bu yarmi, короче, bu tomonga yuklayman. Ana bunday naklon qo'yasiz. Pritsepga naklonetsa qilib, keyin ustidan yurib chiqib tushirasiz. Chunki har doim ham paletlar hammasi yangi bo'lmaydi. Bu paletlar yangi bergan menga. Короче, eski paletlar bo'ladi. O'tib yuborsangiz pritsepdan o'zingizga keyin ana paletnitsaga tiqishga qiyin bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Qanday plotni yuklash kerak. Sal biron joyi singan. Короче, biron joyi qiyshiq bo'lsa paletlarni paletnitsaga kirmaydi. Buni shuncha taxta 40 kg deysizlar deb o'ylashlaringiz mumkin. Bu qattiq nima ho'l taxtadan qilingan. Чтобы yuk maksimum 2-3 tonna yuk yuklab bo'ladi bu paletga. O'sha yuk yuklagan vaqt sinmasligi uchun shuning uchun sifatli taxtadan taxlanadi paletnitsa. Endi paletnitsaga yuklash jarayonini ko'rsataman. Ana bu paletnitsa, bu stoy o'zi. Birinchi 4 ta yotqazib qo'yamiz paletni, oyoqlari yuqoriga qilib. Birinchi 4 ta, общий 16 ta palet ketadi bir tomoniga, u tomoniga 16 ta, bu tomoniga 16 ta. Qolgani pritsepga turadi. Xullas, birinchi qator ana bunday yotqazib 4 ta qo'yiladi. Ikkinchi qator u yoqdan boshlanib ichiga qo'yib chiqiladi. Xullas, ana shunday qator qilib 4 qator teriladi. 16 ta palet. Mana ikkinchi qator ana bu ochiq joydan boshlanib, bunday zich qilib mana bunday yuklanadi. Xullas, Xudoga shukr, уже 8 ta paletni joyiga qo'ydik. O'zi yana 8 ta bu yog'iga, 16 ta bu tomoniga yana qoldi. Xullas, mana shunday 4 qator yuklanadi. 4 tadan. Palet olishga e'tiborliroq bo'lish kerak. Brak palet, nestandartni palet olsangiz agar paletnitsaga sig'maydi, kirmaydi. Bu spesialni faqat Yevro palet uchun mo'ljallangan bu paletnitsa. Endi narigi tomonni yuklaymiz. Xullas, ana ikkinchi tomon paletnitsa ham to'ldi. Bir xil plotni. Короче, hamma paletlar sig'di. Ana endi paletnitsalarni yopib, qulflab, endi ichini uborga qilish kerak. Pritsepni. Chunki abem paletga pritsepning ichi rasvo bo'ladi. Rasvo pritsep bilan короче, keyingi yuk yuklashga borish yaxshi emas. Xullas, mana paletnitsani ham yopdik. Paletnitsa короче ikki tomondan ana bunday kiradi-yu, bu yoqqa qulf. Bu yog'iga ham qulf bor, bu yog'iga ham qulf bor. Paletnitsani qulflab qo'yish kerak. Bizning ishxona o'zi qulf bergan. Agar boshqa ishxonaga ishlamoqchi bo'lsangiz agar qulflab qo'yishni tavsiya etaman. Ko'p palet o'g'irlaylar Yevropaga. Bitta palet 20-25 euro turadi. Tasavvur qiling, 32 ta paletni nima o'g'irlatsangiz agar 20 yevrodan bo'lsa ham 640 euro bo'ladi. Endi pritsepni uborkasiga kelamiz. Ana pritsep kir hamma joyi
ana bunaqa mayda taxtachalardan to'lib ketgan. O'sha uchun keyingi yukka borgan vaqt gapirmasligi uchun ana bu spirgini olib, ana eshikka spirgi bor. O'sha bilan pritsepni уборка qilamiz. Xullas mana spirib ham bo'ldik, pritsep ham top-toza bo'ldi. Endi yuk olishga tayyor. Shuncha musor chiqdi, короче. Bu musorni ko'chaga sipirib tashlash kerak emas. Ko'rsa gapiradi. Короче, ana shu yerda turadi bu musor. Birinchi parkovkaga borib saqlab, o'sha yerda musor tashlaydigan joy bu. O'sha yerda tashlayman. Mana va nihoyat bo'ldik. Обмен paletni ham sizga qizarib ketibdi odam. Короче, обмен palet qilmasdan, paletni joyiga tiqmasdan oldin dokumentlarni rasmga olib yubordim. Загрузка завтра 7:30 deyapti. Ertaga yuk yuklash soat 7:30 deyapti. Ishqilib ana shu Yevropadagi furaga haydash qiyinchiliklaridan biri. Hali yana bir qiyinchiligi bu, yukni o'zingiz yuklaysiz. Uni ham bir o'sha papadatsiya qilsa agar video qilaman. Xullas, agar kim mana shu ishga agar sog'lig'i to'g'ri kelmasa, siz zaranning ish beruvchiga aytsin, O'zbekistondan turib sizlarga обмен palet bormi, yo'qmi? Короче, agar обмен palet bor desa agar shu hozir ko'rsatgan videoda ana shu ishga tayyor bo'linglar. Ana shu terlab ketasizlar menga o'xshagan. Mayli, hammaning ishiga omad, kissasiga daromad. Keyingi videolarga ko'rishguncha sog'